2026-yilning 21-avgust sanasida Xalq so'zi gazetasining 170-soni chop etildi. Gazetamizning bosh sahifasi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 20-avgust kuni Xorazm viloyati misolida mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, daromadlarini oshirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar taqdimoti bilan tanishgan to'g'risidagi axborot bilan boshlandi. Mazkur axborotda Prezidentning Xorazm viloyatiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar ijrosi, xususan hududni kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha ishlab chiqilgan strategik rejalar va amaliy natijalar yoritilgan. Matnda joriy yilning o'tgan davrida viloyatda 162 ming aholining daromadi oshirilgani, ijtimoiy reyestrga kiritilgan 29 mingta oila kambag'allikdan chiqarilib, kambag'allik darajasi 6,7% dan 3,9% ga tushirilgani aniq raqamlar bilan asoslangan. Gazetamizda Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi hayotiga oid qator maqolalarga keng o'rin berilgan. Toshkent shahrida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman tashabbusi bilan BMT taraqqiyot dasturi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi loyihalari koordinatori hamda Konrad Adenauer jamg'armasi vakolatxonasi hamkorligida o'tkazilgan raqamli transformatsiya sharoitida inson huquqlari zamonaviy yondashuvlar mavzuidagi xalqaro konferensiya to'g'risida axborot berildi. Xalqaro konferensiyani Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva kirish so'zi bilan ochdi. Senat raisi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishda mas'uliyatni ta'minlash, internet muhitida kamsitish va zo'ravonlikning oldini olish, raqamli xizmatlardan teng foydalanish imkoniyatlarini yaratish muhim ekanini qayd etdi, deyiladi axborotda. Shuningdek, xalq deputatlari Bekobod tumani kengashi raisi Yoqutxon Mo'minovaning Bekobod taraqqiyotining yorqin sahifalari sarlavhali maqolasi e'lon qilindi. Mazkur maqolada O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi hamda Bekobod tumani tashkil topganining 100 yillik yubiley munosabati bilan hududda amalga oshirilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, bunyodkorlik ishlari va mahalliy boshqaruv tizimidagi ijobiy o'zgarishlar atroflicha yoritilgan. Muallif tumandagi dolzarb 14 oylik safarbarlik doirasida kambag'allik va ishsizlik darajasini sezilarli darajada kamaytirish, kichik biznesni rivojlantirish va aholi farovonligini oshirish bo'yicha erishilgan muhim ko'rsatkichlarni keltirib o'tgan. Bundan tashqari Oliy Majlis Senatining Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Bahrom Abdullayevning Yurtimiz ravnaqining mustahkam tayanchi sarlavhali maqolasi chop etildi. Mazkur maqolada O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan inson qadrini ulug'lash, yoshlarga oid davlat siyosati va ta'lim sohasini davlat taraqqiyotining hal qiluvchi omili sifatida rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan fundamental islohotlar yoritilgan. Matnda mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalari sonining 200 dan oshgani, Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti va Xitoyning Liaoyin pedagogika universiteti hamkorligidagi yangi ta'lim majmuasi faoliyati kabi muhim tashabbuslar misol sifatida keltirilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalari qo'mitasi tomonidan mahalla yangi O'zbekiston islohotlarining ostonasi mavzuida konferensiya o'tkazilgan to'g'risida axborot berildi. Unda deputatlar, davlat organlari va idoralari rahbarlari, mahalla tizimi vakillari, fuqarolik jamiyati institutlari, olimlar, ekspertlar, yosh tadqiqotchilar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi, deyiladi axborotda. Xalq so'z sahifalarida oliy ta'lim rektorlari va olimlariga keng minbar berilgan. Xususan Buxoro davlat universiteti rektori professor Obidjon Hamidovning topshiriqdan ijrogacha yoxud hududlar yuksalishida ta'lim va ilm-fan integratsiyasi sarlavhali maqolasi e'lon qilindi. Mazkur maqolada Buxoro shahrida 14-xalqaro Ibn Sino o'qishlari doirasida o'tkazilgan akademiklar uchrashuvi hamda ilm-fanni hududning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga integratsiya qilish masalalari yoritilgan. Matnda Prezidentning 2025-yil 27-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida oliy ta'lim, ilm-fan ishlab chiqarish zanjirini mustahkamlashning amaliy mexanizmlari tahlil qilingan. Gazetamizning kelgusi sonlarini kuzatib borishda davom eting. Ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling.